Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz va ularning farzandlari. Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. 15 iyuldan boshlab ayrim pensionerlar uchun haqiqatan ham yoqimsiz holatlar boshlanishi mumkin. Bu hamma pensiya oluvchiga bir xil ta'sir qilmaydi. Lekin kim hujjatini, bank kartasini, yashash manzilini yoki ma'lumotlarni vaqtida tekshirmagan bo'lsa, pensiya kechikishi, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki ortiqcha olingan pulni qaytarish talabi bilan duch kelishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgaradi? Kimlar xavf ostida, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Qaysi xatolar pensionerga qimmatga tushadi? Va bugunoq nima qilish kerak? Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni bilmagan odam ertaga navbatda sarson bo'lishi mumkin. Men avval eng asosiy gapni aytaman. 10 iyuldan keyin pensiya tizimida eng katta muammo pensiya miqdori birdan kamayib ketishida emas. Balki pensiya oluvchining ma'lumotlari to'g'ri bo'lmasa, to'lovni olishda muammo chiqishida. Ya'ni pensioner men har oy oldim-ku, bu oy ham tushadi deb xotirjam yuradi. Lekin tizimda uning pasport ma'lumoti yangilanmagan. Bank kartasi muddati tugagan, yashash joyi boshqa tumanga o'tgan, ishonchnoma muddati tugagan yoki nogironlik bo'yicha hujjat qayta tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya vaqtida tushmay qolishi mumkin. Avvallari ko'p joylarda bu masalalar qo'lda mahalla, pochta, bank xodimi yoki pensiya jamg'armasi mutaxassisi orqali sekinasta hal qilinar edi. Pensioner bir oy kechiksa ham keyingi oy borib tushuntirar. Xodimlar hujjatni qabul qilib, to'lovni tiklashga harakat qilardi. Endi esa ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni ham bor. Ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi, soxta hujjatlar kamayadi. Pul manzilli beriladi. Lekin yomon tomoni shundaki, bazada bitta raqam noto'g'ri bo'lsa ham to'lovda to'siq paydo bo'lishi mumkin. Masalan, pasport seriyasi eski bo'lib qolgan, ID karta olingan, lekin pensiya bo'limidagi ma'lumot yangilanmagan yoki pensioner boshqa tumanga ko'chgan, lekin pensiya ishi eski manzilda turibdi. Yoki pensioner bank kartasini almashtirgan, lekin yangi karta hisob raqami tizimga kiritilmagan. Mana shunday oddiy ko'ringan narsalar 15 iyuldan keyin ko'proq sezila boshlaydi. Men birinchi navbatda kimlar albatta tekshiruv qilishi kerakligini aytaman. Agar sizning pensiyangiz bank kartasiga tushsa va kartangiz muddati 2024 yoki 2025 yilning yoz oylarida tugayotgan bo'lsa, birinchi xavf shunda. Ko'pchilik karta olib tomondagi muddatga e'tibor bermaydi. Masalan, kartada 07/25 deb yozilgan bo'lsa, bu karta iyul oyining oxirigacha ishlaydi. Lekin ayrim bank amaliyotlarida muddat yaqinlashganda cheklovlar paydo bo'lishi mumkin. Pensioner bozorda pul yechmoqchi bo'ladi. Bankomat karta amal qilish muddati tugagan deb chiqaradi. Pul tutgan bo'lishi mumkin, lekin odam undan foydalana olmaydi. Ikkinchi xavf guruhi pasportini ID kartaga almashtirgan pensionerlar. Aytaylik, 68 yoshli otaxon eski pasport bilan pensiyaga chiqqan. Keyin ID kart olgan. Lekin pensiya jamg'armasiga borib, mening hujjatim o'zgardi deb ma'lumot bermagan. Bankda bitta ma'lumot, pensiya bazasida boshqa ma'lumot. Soliq yoki fuqarolik bazasida yana boshqa ko'rinish chiqsa, to'lovda tekshiruv boshlanishi mumkin. Bu pensiyangiz bekor bo'ldi degani emas, lekin pulingiz kechikishi mumkin. Uchinchi xavf guruhi nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Nogironlik muddat doimiy bo'lmasa, qayta ko'rikdan o'tish sanasi juda muhim. Masalan, bir inson iki guruh nogironligi bo'yicha oyga 1.200.000 so'm atrofida to'lov olayotgan bo'lsin. Uning tibbiy xulosasi iyulgacha amal qilgan, lekin u keyin borarman deb yuribdi. 15 iyuldan keyin tizimda bu muddat tugagan deb ko'rinsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin odam hujjatni qayta topshiradi, ko'rikdan o'tadi, to'lov tiklanadi. Lekin bu orada dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat uchun zarur pul kechikadi. Pensioner uchun bir haftalik kechikish ham katta muammo. 4-xavf guruhi ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar. Masalan, onaxon yoshi katta, o'zi bankka bora olmaydi. O'g'liga yoki qiziga ishonchnoma bergan. Ishonchnoma 6 oyga yoki 1 yilga berilgan bo'lishi mumkin. Muddat tugagan bo'lsa, bank yoki pochta pul bermaydi. Ba'zi odamlar, "Axir men har oy olib yurardim-ku" deydi. Lekin qoidada muddat tugagan bo'lsa, xodim pul berishga haqli emas. Chunki keyin javobgarlik bank yoki pochta xodimiga tushadi. Shuning uchun ishonchnomani albatta tekshirish kerak. 5-xavf guruhi.
chet elga vaqtincha ketgan pensionerlar yoki uzoq vaqt yashash joyida bo'lmaganlar. Agar pensioner o'z mamlakatdan tashqarida bo'lsa, lekin pensiya kartasidan boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa, bu ham savol tug'dirishi mumkin. Men bu yerda hammani qo'rqitmoqchi emasman, lekin pensioner tirikligi, yashash manzili, hujjatlari va to'lovni olish tartibi bo'yicha tekshiruv bo'lsa, ishonchnoma va qonuniy asos kerak bo'ladi. Kartani berib qo'yganman. Bolam yechib bo'ladi degan gap har doim ham xavfsiz emas. 6-xavf guruhi ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham korxonada, maktabda, bog'chada, xususiy firmada yoki yakka tartibda ishlaydi. Ayrim holatlarda pensiya turiga qarab ishlash holati, daromad, sug'urta badallari yoki mehnat shartnomasi ma'lumotlari tizimga ta'sir qilishi mumkin. Hamma ishlayotgan pensionerning pensiyasi kamayadi degan gap noto'g'ri. Lekin ma'lumotlar mos kelmasa, masalan, odam rasman ishlayapti, lekin pensiya tayinlashda boshqa ma'lumot bergan bo'lsa. Endi aniq hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, 72 yoshli Nafisa opa har oy 1.670 ming so'm pensiya oladi. Pensiya bank kartasiga tushadi. Kartaning muddati iyul oyida tugaydi. Nafisa opa telefonga kelgan xabarlarni o'qimaydi, bankka ham bormaydi. 15 iyuldan keyin pensiya tushdi, lekin karta orqali pul yecha olmadi. Natijada u pensiyamni kesib tashlashdi deb o'ylaydi. Asli pensiya bor. Faqat karta yangilanishi kerak. Bunday holatda odam bankka ID karta bilan boradi, yangi karta ochadi va kerak bo'lsa yangi hisob raqamini pensiya bo'limiga ma'lum qiladi. Ikkinchi misol. 64 yoshli Akmal aka boshqa tumanga ko'chib o'tgan. U eski uyini sotgan, yangi uyga ro'yxatdan o'tgan, lekin pensiya ishini ko'chirmagan. Bir necha oy muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin bazalar solishtirilganda yashash manzili boshqa chiqadi. Natijada unga pensiya ishingizni yangi manzil bo'yicha rasmiylashtiring deyiladi. Agar u vaqtida bo'lmasa, to'lovda kechikish bo'ladi. Bu yerda ham pensiya yo'qolmaydi, lekin sarsonlik chiqadi. Uchinchi misol. 58 yoshli Dilbar opa o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Farzandining o'qishi bo'yicha ma'lumotnoma kerak bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Agar bola kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqchi hujjat vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Keyin hujjat topshirilgach tiklanadi. Lekin kechgan davr bo'yicha hisob-kitob alohida ko'riladi. Mana shunday nozik joylar juda ko'p. Kimlar xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning pasport yoki ID karta ma'lumotingiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz amal qilayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa imtiyoz hujjatlaringiz muddati tugamagan bo'lsa, pensiyangiz har oy odatdagidek tushayotgan bo'lsa, siz vayma qilishingiz shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ko'pincha muammo odam kutmagan joydan chiqadi. Endi eng ko'p uchraydigan xatolar haqida gapiraman. Birinchi xato, pensioner telefon raqamini almashtiradi, lekin bankka xabar bermaydi. Natijada bankdan keladigan SMS xabarlar eski raqamga ketadi. Karta blok bo'lsa, to'lov tushsa, pul yechilsa, pensioner bilmaydi. Bundan firibgarlar ham foydalanadi. Men bankdanman, kartangizni yangilab beramiz. SMS kodini ayting deb qo'ng'iroq qiladi. Hech qachon SMS kodini aytmang. Bank xodimi hech qachon sizdan karta paroli, SMS kodi yoki ilova parolini so'ramaydi. Ikkinchi xato, pensioner kartasini farzandiga, qo'shnisiga yoki tanishiga berib qo'yadi. Men tushunaman, yoshi katta odam bankka borishi qiyin. Lekin karta va pin kod begona qo'lda bo'lsa, pul yechilib ketgandan keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Hatto farzand bo'lsa ham. Qonuniy yo'l ishonchnoma. Ishonchnoma bo'lsa, hamma narsa aniq kim oladi, qancha muddatga oladi, qaysi huquq bilan oladi. Uchinchi xato, ortiqcha to'langan pensiyani davlat berdi demak meniki deb o'ylash. Ba'zan tizimdagi xato yoki hujjat kech yangilanishi sababli odamga ortiqcha to'lov tushishi mumkin. Masalan, nogironlik muddati tugagan, lekin yana bir oy to'lov tushgan. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinadi. Bu 200 ming so'm bo'lishi mumkin, 2 million so'mdan ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun pensiyangiz odatdagidan ko'p tushsa, darhol sababini aniqlang. Mayli, ishlatib yuboray demang. 4-noziklik, pensiya turini aralashtirib yuborish. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya va qo'shimcha to'lovlar bir xil emas. Har birining sharti boshqa. Bir qo'shningiz menda shunday bo'ldi desa,
Sizda ham aynan shunday bo'ladi degani emas. Masalan, bir odamning pensiyasi ish staji va ish haqiga qarab hisoblangan. Boshqasida esa minimal miqdor asosida. Uchinchi odam qo'shimcha ustama oladi. Chunki urush qatnashchisi, mehnat faxriysi, nogironlik yoki boshqa maqom bor. Shuning uchun har bir holat alohida tekshiriladi. 5. Noziklik oiladagi daromad va mulk masalasi ayrim ijtimoiy to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Hamma pensiyaga emas, aynan ayrim nafaqa va yordam turlariga. Masalan, kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam, bola puli, moddiy yordam kabi to'lovlarda oilaning daromadi, mulki, avtomobili, rasmiy ish joyi hisobga olinishi mumkin. Ba'zi pensionerlar buni ham pensiya bilan aralashtirib yuboradi. Yoshga doir pensiya odatda odamning mehnat staji va badallariga bog'liq, ijtimoiy yordam esa ehtiyoj mezoniga bog'liq. Shuni farqlash kerak. 6. Noziklik. Bankdagi qarzdorlik va ijro hujjatlari. Agar pensionerning sud qarori bo'yicha qarzi bo'lsa, aliment, kredit, kommunal yoki boshqa majburiy undirish bo'lsa, pensiya kartasiga tushgan puldan ma'lum tartibda ushlab qolinishi mumkin. Bu ham odamlar orasida pensiyam kamaydi degan gapga sabab bo'ladi. Aslida pensiya hisoblangan, lekin ijro hujjati bo'yicha ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankdan hisob-kitob ko'chirmasini olish. Majburiy ijro organidan qarzdorlik asosini so'rash kerak. 7. Noziklik pensiya miqdori indeksatsiya, qayta hisoblash va staj hujjatlari bilan bog'liq. Ba'zi odamlar qo'shimcha ish staji hujjatini topadi. Arxivdan ma'lumotnoma oladi. Keyin pensiyani qayta hisoblatadi. Agar hujjat to'g'ri bo'lsa, pensiya oshishi mumkin. Lekin hujjatda xato bo'lsa, masalan, ism, familiya boshqacha yozilgan, tug'ilgan yil mos kelmaydi, muhr o'qilmaydi. Arxiv tasdig'i yo'q, bu hujjat qabul qilinmasligi mumkin. Shuning uchun eski mehnat daftarchasi arxiv ma'lumotnomasi ish haqidagi hujjatlarni ehtiyot qiling. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. 1. Qadam. Hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, ishonchnoma, mehnat daftarchasi. Arxiv ma'lumotnomalari, bank hisob raqami rekvizitlari. Bularni alohida papkaga solib qo'ying. Farzandlaringizga ham qayerda turganini ayting. 2. Qadam, bank kartangiz muddatini tekshiring. Karta old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat tugayotgan bo'lsa, bankka boring. O'zingiz bora olmasangiz, qonuniy vakil yoki ishonchnoma orqali hal qiling. Bankdan yangi karta olganda. Pensiya tushadigan hisob o'zgarmaganini so'rang. Ba'zan karta yangilansa ham hisob o'zgarmaydi. Ba'zan yangi hisob ochiladi. Agar yangi hisob ochilsa, bu ma'lumot pensiya to'loviga bog'langan bo'lishi kerak. 3. Qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli xizmat markaziga murojaat qilib, ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Mening pasport ma'lumotim, yashash manzilim, telefon raqamim va bank ma'lumotim to'g'rimi deb so'rang. Buni uyalmay so'rash kerak. Chunki bu sizning pulingiz, sizning huquqingiz. Agar xodim hammasi joyida desa, yaxshi. Agar xato topsa, darhol ariza yozasiz. 4. Qadam. Agar nogironlik yoki boshqa muddatli hujjatingiz bo'lsa, amal qilish sanasini tekshiring. Qayta ko'rik qachon? Tibbiy ma'lumotnoma qachongacha? O'qish ma'lumotnomasi qachongacha? Ishonchnoma qachongacha? Bularning barchasini kalendarga yozib qo'ying. Pensionerning farzandlari ham bunga yordam berish kerak. Bir kunlik kechikish ham ba'zan bir oylik to'lovni kechiktiradi. 5. Qadam. Agar pensiya tushmasa, darhol vahima qilmang. Lekin kutib ham o'tirmang. Avval bank ilovasi yoki bankomat orqali hisobni tekshiring. Keyin bankka qo'ng'iroq qiling yoki boring. Pul tushganmi? Karta bloklanganmi? Hisobda cheklov bormi deb so'rang. Agar bankda muammo bo'lmasa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Men falonchi, JSSR raqamim falon. Pensiyam odatda har oyning falon sanasida tushardi. Bu oy tushmadi. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Yozma murojaat qilsangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 6. Qadam. Hisob ko'chirmasini oling. Agar pensiyam kamaydi desangiz, avval bankdan oxirgi 3 yoki 6 oylik ko'chirmani oling. Unda qancha pul tushgani, qachon yechilgani, qayerga o'tkazilgani ko'rinadi. Ba'zan pensioner pul tushmagan deb o'ylaydi. Aslida avtomatik kredit to'lovi yechilgan bo'ladi. Ba'zan plastikdan do'konda to'langan bo'ladi, oila a'zosi ishlatgan bo'ladi. Fakt bilan gapirsangiz, muammoni tezroq hal qilasiz. 7. Qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling.
15 iyul atrofidagi shov-shuvdan foydalanib, firibgarlar pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun karta raqamingizni ayting. Yangi ro'yxatdan o'tkazamiz. Kompensat chiqdi. Qo'shimcha 800 ming so'm olasiz deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Hech kimga SMS kod, karta paroli, ilova paroli, pasport rasmini yubormang. Rasmiy masalani faqat bank, pensiya jamg'armasi, Davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy portal orqali hal qiling. 8-qadam. Agar sizga ortiqcha to'lov bo'yicha talab kelsa, darhol hujjat talab qiling. Qaysi davr uchun, qaysi asos bilan, qancha summa, qanday hisoblangan deb so'rang. Og'zaki gapga ishonib pul bermang. Rasmiy qaror, hisob-kitob va rekvizit bo'lishi kerak. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilot yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Pensioner o'z huquqini bilsa, uni hech kim oson alday olmaydi. 9-qadam. Farzandlar ota-onasining pensiya masalasiga befarq bo'lmasin. Ko'p pensionerlar texnik narsani tushunmaydi. SMS, bank ilovasi, karta muddati, elektron baza cheshishar. Bu uyat emas. Farzandlar oyga bir marta ota-onasining kartasi ishlayaptimi? Pensiya tushdimi? Begona yechimlar yo'qmi? Hujjat muddati tugamayaptimi? Shuni tekshirib qo'ysa, katta muammolarning oldi olinadi. 10-qadam. Hamma gapni qo'shnidan emas, rasmiy manbadan aniqlang. Qo'shni eshitgan bo'lishi mumkin, bozorda kimdir aytgan bo'lishi mumkin, Telegramda noma'lum kanal vahima tarqatgan bo'lishi mumkin. Lekin sizning pensiyangiz bo'yicha yakuniy ma'lumotni faqat tegishli rasmiy organ beradi. Agar biror xabar ko'rsangiz, avval tekshiring, keyin ishoning. Demak, 15 iyuldan boshlab eng katta yomon xabar shuki, hujjati, bank kartasi, manzili ishonchnomasi yoki muddatli ma'lumotlari joyida bo'lmagan pensionerlar pensiya olishda kechikib sarsonlikka duch kelishi mumkin. Bu hammaning pensiyasi kesiladi degani emas. Lekin e'tiborsizlik qilgan odam uchun muammo chiqishi ehtimoli yuqori. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq kartangiz muddatini tekshiring, hujjatlaringizni tartibga keltiring, telefon raqamingiz va manzilingiz to'g'riligini aniqlang. Muddatli ma'lumotnomalarni yangilang, firibgarlarga aldanmang va har qanday muammoni yozma murojaat orqali hal qiling. Agar sizda pensiya kechikishi, karta bloklanishi, ishonchnoma, nogironlik hujjati yoki qayta hisoblash bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtda qilingan tekshiruv bir oylik sarsonlikning oldini oladi.